Ertalabdan tursam, uy ahvolini ko'rib bo'lmaydi-da. Shartta yaxshi aqlli qiz bo'ldim-u. Ana. Keyin nima qildim? Oshxonaga yo'l oldim. Ovqatlarni qilishga boshlab. Orada raqs tushlarni ham men esdan chiqarmayman, yaxshi ko'raman-u. Boshlavordim, mana ko'ryapsizlarmi? Shef povurman-u. O'zim ham unutmadim albatta. Keyin ovqat qilishdan boshladim. Men mayda karamchalardan ovqat yegim kelib qoldi-da. Instagramda reels ko'rib o'tirsam, chiqaverdi. Men senga dedim-da. Do'konga tushib olib keldim. Piyoz, go'sht, hamma narsani solib, kartoshkani tanho tomatlarini ham esdan chiqarmaymiz. Bu reklama emas. Tanhoni men rostdan yaxshi ko'raman. Yaxshi qiz bo'lib, idishlarni yuvib, oshxonalarni tozalab olamiz-da. O'zim esdan chiqarmagan holda, o'zim sevgan holda kofelarimni ichib, ko'rib turgan daftaringizni men davom ettirishga kirishaman. Buning ichida o'zim yoqtirib chizgan rasmlarim va sevib eshitgan, yodlagan she'rlarim bor. Bu keyingi videolarda albatta.